Sen qanaqa bola bo'lding? Seni vijdoning qayerda qoldi? Iymoning qayerda qoldi? Sen ham o'g'il bo'ldingmi? Amaki hozir eshitib qoldim-da, lekin bitta pivo ichgani uchun o'rtog'imni urishingiz g'alati lekin. Men kech qolganiga urishayotgandim. Siz yaxshi tarbiya bermagansiz, endi qanaqa bolalarni eplaydi bu? Kene eplayapti-yu. Mana Jamshidjon, G'ulomjon katta bo'pti-yu. Voy, hali buni uylantirmagandik-ku. Etmaganmi deb o'ylanganingni? To'lam boring. Sud hukmi. Mayda bezorilik uchun Hamdamov Shodiyor 15 sutkaga. Stop! Nima endi o'rtog'im? Odam urib yuborgani uchun 15 sutka beraverasizlar. Tim bo'lib o'lmagan. Biz mayda bezorilik uchun qamayotgandik. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. To'xta. Odam uruvordinglarmi? Yo, endi mashinada ketyapti, prava. Pravela ham yo'qmi hali? Ya pravasi bor. Endi o'g'irlagan mashinaga prava solib yurmaydi-yu. Mashina ham o'g'irladinglarmi? G'alati ekan-ku bu xotin. Endi milsadan qochayotganda o'zini mashinasini qayerdan topadi, o'g'irladi ketdi. Militsiyadan nimaga qochdinglar? Tom joydan buni. Endi odam o'ldirgandan keyin qo'liydi, voy. Butun umrim kam sanga. Zato nos chakishini aytmadim, o'rtoq. Bo'pti, men ketdim. Papa l'americana.